Assalomu alaykum, hurmatli yurtdosh. 4-yil 4-may haftaning bozor kuni Xorazm viloyati Tuproqqal'a tumani Pitnak bozorida meva sevalar narxlarini ko'rsatib o'tamiz. Yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, layklar bosib qo'llab-quvvatlang. Qulpni aylantircha so'm bo'ldi, Bobur. 30 ming so'mdan ekan. Mandarincha so'm, mandarin. Allah taala şu mandarin 25 tane. Nasıl oldu ne? Nasıl oldu? 25. 25 tane ekan nasıl oldularımız. Bananlar ne? 22 ming so'm ekan bananlarimiz. Badrin neden? 8'den. Badrin 8 ming so'm ekan. Badrin 8 ming so'm. Pomidor necha so'm? Pomidor 25 ming so'm ekan. Bolg'arskilar ne? 30 mi? 30 ming so'm ekan. Savdolarimiz bersin. Yine saladıranam bu. Kulpniki necha so'm? 25 verdik. 25 ming so'mdan beri turibdi ekanlar. Iri Yine kulpnikilarimiz. özlemiz bektukmuz yine özlemiz. Basın. 1 kilo alsak. Alman necha so'm bo'ldi qizil? Almalı 20 mi soğuk? 20 ming so'm. 28. Jizzax almalar. 28 mal da benimki. Oldu 28 24 ming ming so'm. so'mdan. 24 ming. Hava. Gök alması 24 ming so'm ekan. Mandarin. Mandarin 15 ming so'mdan. Argısı 22 mi soğuk? Belki 22 ming so'mdan ekan. 40 mi soğuk? 43 mi soğuk olasın? Yıla 40 mi soğuk? 25 mi soğuk? 40 ming so'm. 25 mi har ikisi? Gilaslar necha so'm? 25 ming so'mdan ekan gilaslarimiz. Pomidorlar ne? 28 ming so'm ekan pomidorlarimiz. Badring ne? 7 ming so'm ekan badring. Bolg'arskiy ne? 30 ming so'm ekan. Bolg'arskiy. Bu pomidor necha so'm? 25 ming so'm ekan bu pomidorimiz. Nashotalar necha so'm? 20 ming so'm ekan. Necha so'm ekan gilas? 35 ming so'mdan gilaslarimiz. Qulpnikaning? 30. Qulpnika 30 ming so'm ekan. Bu gilasimiz necha so'm? 20 ming so'mdan ekan bu gilasimiz. Bananlar necha so'm? 22. 22 ming so'm bananlarimiz. Almalar necha so'm? Almalar 16 ming so'mdan ekan. Nashotaning? 20 ming so'm. 20 ming. 20 ming so'm ekan. Mandarin? 22. Mandarinlarimiz 22 ming so'mdan ekan. Savdolarimiz bersin. Gilos necha so'm bo'ldi? Kilosu 38. 38 ming so'mdan ekan giloslarimiz. Tavuk tuxumi? Alman chegarasiz. Necha so'm tavuk tuxumi? Salam 10 ming so'm. 1300 so'm ekan tavuk tuxum. Домашний mi? Hava. Yine bir kilos pamazal. Qulpnikilar? 30. 30 ming so'm ekan qulpnoyimiz. Gilos 30 mi? Mazalı kilosu için. Almalarimiz necha so'm? 10 ming so'm. 10 ming so'm ekan olma. Savdolarimiz bersin. 4 ming so'm ekan bu olmalarimiz. 6 ming so'mdan bu olma. Bu olmamiz 6 ming so'mdan ekan. 5 ming so'm ekan bu olmalarimiz. Necha so'mdan bo'ldi olmalar? 7 ming so'mdan ekan bu olmalar. Balam 7 ming. Balam 7 ming so'mdan ekan. Gilos 35 ming so'mdan ekan. Jizzax olmalarimiz 9 ming so'm ekan. Amerikasi 12 ming so'm ekan. Bananlarimiz 23 ming so'mdan ekan banan. Nashotalar 20 dan ekan nashotalarimiz. Gilaslar necha so'm? Gilas 28 o mides. bu 28 ming so'mdan ekan. Savdolarimizni bersin. Balmalarimiz 10 ming so'mdan bo'lib turibdi. Behilar necha so'm? Behi 15 ming so'mdan ekan. Yaxshi savdolarimizni bersin. Gilaslar necha so'm? 25 ming so'mdan ekan gilaslarimiz. Klubnikini 30 mi? Rujja mi bu ne oldu? Rujja necha so'm? 15 tanaga rujjalarimiz.
Badaring necha so'm? 7000 so'mdan ekan. Badaringlarimiz 7000 so'mdan. Jizzax olma necha so'm? 12000 so'm ekan Jizzax olmalarimiz. Bu olmalarimiz 6000 so'm ekan. Bu giloslarimiz 25000 so'm bo'libdi. Bu 35000 so'm bo'libdi. 25000 so'mdan ekan o'zimda. Üzüme qarang o'zim. Necha so'm ekan buni kilosi? 25 35 25 tanga. 25 dan ekan kilosi. Qaramasgan üzümümüz 25000 so'mdan ekan kilosi. Ko'rsatish doirasidan tashqarida deydi. Nomer qoldirmaysizlarmi? Yo'q. Yaxshi, savdolarimiz bersin. Qulpniki necha so'm? Qulpniki necha so'm? 30000 so'mdan ekan qulpnikalarimiz. Rujjamang bu? Rujjala 15000 so'mdan ekan rujjala. Mandarin? Mandarinlar 22000 so'm. Giloslar 33 35. Almalar necha so'm? 12000 so'm almalarimiz. Bananlar? Bananları 22 beremiz. 22000 so'm ekan bananlarimiz. Tut necha so'm? Vaqt o'tishdi, oq tut. 15'ten. Tutlar pishib boshlabdi oq tutlarimiz 15000 so'mdan ekan. Assalomu alaykum bu arada. Tuxumlar necha so'm? Kumla 3 kumu bu 1000 so'm. Domashli tuxumlarimiz 1000 so'm ekan. 15000. 15 Qoqarikning Bakarik 40 so'm, 20 so'm her kilo bor. qoqarik 40000 so'mdan ekan busi. Hava satıladi. Giloslar necha so'm giloslar? 4000 so'm kerak. Ma, Giloslar aytib bering bor. gilas 35 20 her kilo. 35, busi 20 ming. Hava. Savdolarimiz bersin. Bu yanda nelchalarimiz ham bor ekan, hali tamom bo'lmabdi. Pomidorma bular? Navni chiqmi? Millionerga Galanskiy. Millionerga 15. Millionerga ekan, busi gollandskiy ekan. 15000 so'mdanmi? 15 50 Yashqi 15000 so'm. Bir yashqinda 50 dona bor ekan. 50 dona bo'yin 50. Bu 10000 so'mdan ekan, bu yashqdagini soni ozroq ekan bo'lsanda. 40 dona ekan bunda. Burchlarimiz bor ekan. Bunda Millionerga gollandskiy Timkon bormi? Yok yok Timka yok. Timka Üç yok. kilo var. Volgograd bu. Volgograd, Millionerga Yalanski, Milenerke. gollandskiy. Keskepelek. Timka nelerimiz yo'q ekan. Labargaz. Bolg'aristlarimiz. Kerem necha so'm? Kerem. Bular yaşlı 10 bin, başkası 5 bin. Bu yashqi 10000 so'mdan ekan. Ne tane içinde? 50 donasi bor ekan bunda. Nechadan bu? Donası. 1000 so'm. Stakana kirgan kerak. Donasi 1000 dan ekan mana. Ne ne şey. Şu donası. 50 dona. Ya bu donası inan kara. 1000 so'm. 1000 so'mdan ekan. Ya bunda 5000 so'm. 5000 so'm ekan bu durush. 12 dona. 12 donasi 15 bor dona ekan. şimdi. 12-15 dona atrofida bo'ladi ekan bunda. Arızalar kaldı. Baholar tushibdi. Nomer qoldirasizmi? Bula son 60 taneli bu 15. Bu oxirma ish boshqa yo'qmi endi? Bormi? Yana 3-ga ham chiqadi ekanlar, xudo xolasa. Buğday dinadın. Faqat bozorga 3-ga ham kelasizlar, ha? Xudo xolasa. Xudo xolasa 3-ga ham chiqadi ekanlar. Nomer qoldirasizlarmi? Nomer qoldirasizlarmi? Telefon nomer. Yashirib emasmi? 93'ten. 93dan 466. 466 73 23. 73 23 uy neda? Kazarsın. Qazariston. Savdolarimiz bersin. Gilosimiz 26000 so'mdan bo'libdi. Ajoyib. 25 tane beramiz. 25 dan ham beraman deb turibdi. Olmalarning. Almalı 6000 so'm. Olmalar 6000 so'mdan bo'libdi. Savdolarimiz bersin. 2 kilo basın bak. Büyüken basalı onu. Busu 9'dan, busu 7'den. Ya bu 9danmi? Ha. Bu 9000 so'mdan ekan almalarimiz. Aytan pinki. Bu bir pinkili almamız ekan. Bir qarasangiz karoga almamga o'xshaydi, 5 barmoqqa o'xshab ketadi ekan. Damzo. Ta'mi mazali. 9000 so'mdan. Bo'pti. Buna 7'den, busu 5000. Bu 7 ming. Hava 7'den kızıl. 7 dan ekan bular. Nashotalar necha so'm? 7'den 20 bin so'm. Nashotalar necha so'm? 20'den. 20 dan. Banan Bana 23'den. savdolarimizni bersin. Sağ olun.
Tutlarımız bor ekan. Tut necha so'm bo'ldi? Oq tut. 10 ming so'mdan bo'pti oq tutimiz. Tutlar pishib boshlabdi, endi chiqib boshlabdi bozorga. Giloslar ne bo'ldi? 25 dan bo'pti giloslarimiz. Savdolanib bersin. Almalar necha so'm? 6-7 ming so'mdan bo'pti almalarimiz. Shu bilan meva bozoridagi videomizni yakunlaymiz. Xato kamchiliklari bo'lsa uzr so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.